Janubiy Koreyaning 3dan 1ni egallagan golf maydonidamiz bu. Buni qaranglar. Bu 10-mi, 11-blok ekan bu. Kattaligini qaranglar. Oxiri yo'q. 250 gektar joyga qurilgan ekan, ya'ni tog'ning ustini yo'nib turib, bu tomonlari ham golf maydoni. Buni kartadan ham hozir ko'rsataman. Ana shu ko'rib turgan yashil maydonlarning hammasi golf zonalari bo'ladi. Biz kelgan joy eng kattasi. Buni atroflarida yana golf maydonlari serob anchagina. Biz masjidda hozir shu turbaklarni nima qilyapmiz? Turbonni o'rnatyapmiz chetga. Keyin bunaqangi maxsus qum ham tashaladi. Eng asosiy joylardan bittasi mana bu joy, tushiradigan joyi. Qanchalik kattaligini bilintirish uchun hozir tevadan ko'rsataman. Mana bu joyni ko'rganingizdan keyin haqiqiy kattaligini his qilasiz. Bu yerdan turib to'pni urganingizda uchadi o'sha yoqqa qarab. Pastgacha. Chimi maxsus mana shunaqa bo'ladi, o'zi sariq bo'ladi bu joylarda, ya'ni to'pni ko'rinishi uchun. Qaytadan remont. Teva tomonlaridagi binolarni buzishyapti, mana bu tomondagi binolarni. Polni remontga tushgan golf maydoni.